kelgan barcha mehmonlarga assalomu alaykum deb qolamiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Qudochiliklaringiz ming'inchilik bo'lsin. Endigi beshik to'y, sunnat to'ylarda safimizga ko'z tegmagan holda diydorlashish nasib etsin. Siz azizlar uchun chiroyli qo'shiqlarimiz, marhamat. Videolarimizga vaqtlaymiz, baxtli saodatli bo'lsin. Qo'shiq
kabutlar yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli voh bu kabutlar yoki pari oy yuzi dilbar buncha chiroyli Niçin olup yaşaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni ko'rganiga shukr qil. Uylaringga qildirg'och kirganiga shukr qil. Demoqchimanki, to'n yoqasi chiroyli inson tog'asi bilan chiroyli deydilar. Ushbu xonadonda ham mehmon ham mezbon sifatida qatnashib turgan xonadon tog'alari bo'lmish. O'ral akamizni hurmat va ehtirom bilan davramiz to'riga chorlaymiz. Keling, O'ral aka, jiyanlaringiz Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun biz mana Toshpo'lat ukamizning xulamizning xonadonida to'ylarda tashrif buyurib kelyapmiz. Avvalambor mana shu bugungi bo'layotgan to'yimiz juda ham yaxshi, osoyishta, tantanali o'tishini tilaymiz. Mana shu to'yimiz qo'shaloq to'y ekan. Avvalambor mana bu to'rda o'tirgan yoshlar, kelin kuyovlar, jiyanimiz, kuyov bo'lamiz. Qo'shqanimiz qo'sha qarsin, baxtli bo'lsin, uvali juvali bo'lsin, borgan joyda yaxshi oila qursin.
mana ikkinchi bor mana bu Xudo bobomizni 60 yillik yubileyi ekan. Mana shu Xudo bobomizni hamisha sog' salomat yoshlarning baxtiga sog' salomat bo'lsin, tinch omon bo'lsin. Xudo bobomiz 70, 80, 90, 100 ga borib yuzlasin. To'ylarimiz juda yaxshi o'tsin. Mana shu Xudo bobomiz qo'landalar borishli, kelishli bo'lsin. Hammasi yaxshi kunlarda, to'ylarida, tomoshalarda qatnashaylik. Baxtli bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsin, to'ylar yaxshi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat ammalaringiz uchun. O'ril akamiz marhamat tog'alari. Rahmat so'z berganingiz uchun. Xo'p, avvalambor mana shunday dasturxon tuzab, elni, yurtni yig'ib, og'ayin qarindoshlar yig'ib to'y qilyapsiz ekan. Shu to'ylaringiz qutlu bo'lsin ekan. Mana jiyanim Mirzabekjon, umr yo'ldoshlari baxtli bo'lsin. Kelajakda yurtimizga, elimizga xizmat qiladigan bir ajoyib oila bo'lishiga tilakdoshman. Kelasi yillarga Xudo xolasa beshik to'ylarga kelaylik shu xonadonlarga. Qo'chqorday o'g'illar nasib etsin. Hamisha yaxshi kunlarda kelaylik. Aka, sizni ham yubiley yoshingiz bilan tabriklaymiz. Iloyim shu 100 yoshlargacha birga bo'lib, shu bolalaringizga bosh bo'lib, kelin to'ylarda, nevara to'ylarda bosh bo'lib turishingizga tilakdoshmiz. Nima deymiz? Hammaning oilasiga tinchlik, totuvlik, yaxshi kunlar, to'ylar bo'laversin. Rahmatli Akram akamiz bilan akalari. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan keyin aziz mehmonlar. Mana bugun katta bir nihoyat to'yxonasida shunday jamiljon bo'lib kelganlaringiz katta rahmat bildiraman. Mana bugun 2 yosh, ham ukamning 60 yoshi. Shunday to'ylarga hammamizga nasib etaversin. Kelajakda shunday bir yaxshi namunali bo'lishiga nevaramga men tayyorlashman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yonboshda bir namunali oila degan bir so'zlarni eshitishga bizga nasib etsin. Kelajakda nevara to'ylarga qizli ulli bo'lib ketishingga men tilakdoshman. Xudolar bordi keldi bo'lishiga ming yillik degan so'zlar bor xudolarning. Xudolarimga ham rahmat. Hech qanday borsin, hamma joyga labbay deb javob berdi. Xudolarga ham katta rahmat. Shuning uchun shunday to'ylarga hammamiz qatnashib, shuna qarang, o'rtoqlari, tog'alari, akalar hammasi ukam tabriklayotganiga quvonib ketdim. Omon bo'linglar, hammani to'yga yetsin. Rahmat, ketib qolmaydirsizlar. Endi mana sinfdoshlar nomidan Ahmad akamiz marhamat. Assalomu alaykum, qishloqdoshlar, mehmonlar, mezmonlar, mana qudalar, mana bugun Sandubayevlar xonadonida xursandchilik. Buning sababchisi mana 2 ta yosh o'g'limiz hamda kelinimiz, hamda o'rtog'im Toshpo'latning 60 yoshi bilan tabriklayman. 2 yoshga baxt, saodat tilayman. Hamisha shu yonboshli qishlarda eng yaxshi oila bo'lishlarini tilab qolaman. Zamonimiz tinch bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin, jo'ramiz 100 ga kirsin, hamisha shu xursandchilik, yaxshi kunlarga sherik bo'laylik. Arzimas sovg'amiz bor edi, shuni topshirishga rahmat rais. Endi sinfdoshlar ketib qolishi yo'q. Mana Toshpo'lat aka sarponi kechishni o'zi bo'lmaydi. Bitta chiroyli sinfdoshlar bilan raqsga taklif etamiz. Marhamat, qavm qarindoshlar, qolganlar ham davraga. Davramizni shu o'xshadi sizlarga bog'liq.
نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی او یار بیا کاشکی دانم دوای چشمم تو شدی درد و دوای چشمم یا کی بینم رخای عشقم تو خود سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی او یار بیا مالکنم نمیشه هندان خودم همیشه دردکی دل آزاری دوان دوان بپیشه مالکنم نمیشه هندان خودم همیشه چکی چکی باران آبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی او یار بیا davom etamiz. Mana bu ishlayapsiz. Dansa. Mana qolgan mehmonlarimizni ham birgalikda aytamiz. Qissani basmış, 90 60, izinde ballar 60 70. Qissani basmış, 90 60, izinde ballar 60 70. Danışallı, yaşallı, yaşallı sen dinle. Danışallı, yaşallı, oynalı sen dinle. Danışallı, yaşallı, yaşallı sen dinle. Danışallı, yaşallı, oynalı sen dinle. Hoppa! Yüzler appak, gözler çakmak, yürek sen vurdun, rak tak tak tak. Hey yüzler appak, gözler çakmak, yürek sen vurdun hey, rak tak tak tak. Danışallı, yaşallı, yaşallı sen dinle. Danışallı, yaşallı, oynalı sen dinle. Danışallı, yaşallı, yaşallı sen dinle. Danışallı, yaşallı, oynalı sen dinle. Bale. Yeşil dansı. Sen bir dana dana, gel bir yana yana, yandırasın, güydüresin. Sen bir dana dana, gel bir yana yana, uçuruşumuz, gepleşimiz. Danışallı, yaşallı, yaşallı sen dinle. Danışallı, yaşallı, oynalı sen dinle. Danışallı, yaşallı, yaşallı sen dinle. Danışallı, yaşallı, oynalı sen dinle. Devam edelim.
Yar mehribonim dardu balo ba jonim Yar ki mehribonim asli xabar nadorim Joni ki man jahonim asli xabar nadorim Joni ki man jahonim Harchi bahona gardi mara divona gardi Harchi bahona gardi mara divona gardi Biyo biyo yarutu tu bili gul zorutu Tuli tu gul zorutu Biyo biyo yarutu tu bili gul zorutu Tuli tu gul zorutu Haddi balo shabene noz ado shabene Haddi balo shabene noz ado shabene Mana davom etamiz. Sizni do'stlar taraflarga bilan. Ah qara Nasıl? İşte.
o'zgar ekanmiz, marhamat. Hoppa! Mana kuyovjo'rlar. Bu shemasi. To'yni to'ya o'xshatadi kuyov jo'ralar, yig'lansa ash qiladi kuyov jo'ralar. To'yni to'ya o'xshatadi kuyov jo'ralar, yig'lansa ash qiladi kuyov jo'ralar. To'ylaringiz muborak kuyov jo'ralar, jo'rangiz ayyor muborak kuyov jo'ralar. To'ylaringiz muborak kuyov jo'ralar, jo'rangiz ayyor muborak kuyov jo'ralar. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma qunab yashasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma qunab yashasin. Uylanmagan do'stlaringiz bo'lsa uylansin, shu to'ylaringizga yana to'ylar ulansin. Uylanmagan do'stlaringiz bo'lsa uylansin, shu to'ylaringizga yana to'ylar ulansin. Xuddi shu to'yxonada sahnada turib, sizga baxt tilab turish nasib aylasin. Xuddi shu to'yxonada sahnada turib, sizga baxt tilab turish nasib aylasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma qunab yashasin. To'y to'ya o'xshasin, hech kim haddan oshmasin. To'y to'ya o'xshasin, hamma qunab yashasin. Mana bu shemasi. Shemasi. Hoppa! Shemasi. Rahmat azizlar. Qarangki, to'yimiz ajoyib. Sho'x shodina tarzda. Havas qiladigan darajada o'tyapti. Buni boisi mana shu Qobilovlar sulolasining, Toshpo'lat akamizning ajoyib ko'ngli ochiqligi, qalbi tozaligidan yana bir bora dalolat berib turibdi. Shunday ekan, ushbu xonadonni qanchalik muborakbod etsak, qanchalik tabriklasak kamli qiladi. Bugun Toshpo'lat akamizni sizlar bir omonat dunyoda omon bo'laylik, hamisha mana shunday yaxshi kunlarda to'y tomoshalarida diydorlashib yuraylik azizlar. Fursatdan foydalanib Muhriddinjon, Odiljon sinfdoshlar nomidan tabriklamoqchi. So'ngra kelin-kuyovlarimizning ajoyib sovg'alari bor ekanlar, amma xolalarga, onalariga. Kelin-kuyovlar sovg'alaringizni tayyorgarlik ko'rib turasizlar, so'ngra sizlarga navbatni beramiz. Amma keldi, hamma keldi, xola keldi, lola keldi deydilar. Ushbu xonadon amma xolalari davramizga tashrif buyurgan ekanlar. Demak, hamma mehmonlar, mezbonlarimiz davramizda jami-jam deb o'ylaymizda. Xonadon ammalari bo'lmish, kuyov ammasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Oydinoy opamizni hamda xolalari nomidan Gulnora opamizni birgalikda davramiz to'riga chorlaymiz. Nafaqat amma xolalar, balki Toshpo'lat akamizning ajoyib qizlari bo'lmish Saodatxonni ham davramizga chorlasakda chiroyli dilsizxorlarni bildirib qo'ysalar. Hozir mana Muhriddinjon, Odiljon, xush kelibsizlar. Marhamat. Muhriddin nomidan qolganlar gapiradi, marhamat. Siroj. Avvalambor assalomu alaykum. Shu davrada yig'ilgan barcha uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun shu davraga yig'ilishimizning sababchisi Jo'ramiz Mirza hamda uning bir umr yo'ldosh Gulbahorxonlar nikoh to'ylari munosabati bilan o'tirar ekanmiz. Shu 2 yoshga baxt, saodat tilayman. Kelgusi ishlarga omad, qo'sha farzandlar tilaymiz. Xudo xolasa endigi yillarda shu katta davralarda 5 to'ylarni nishonlab o'tirish barchamizga nasib qilsin. O'zim nomimdan hamda mana shu jo'ralarim nomidan shu 2 yoshga baxt tilayman. Rahmat so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum. Mana hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Toshpo'lat bog'imizning to'ylarida o'tirar ekanmiz. O'rtog'imiz Mirzajon Gulbahorlardan bir umr yo'ldoshi 2 yoshga baxt tilaymiz. Sog'lik, salomatlik qilamiz. Shu davrada o'tirgan hamma mehmonlar, mezbonlar 50 ga o'tirishini xohlaymiz. 2 yoshga baxt tilab, Jo'ramning gapiga qo'shilaman. Muhriddin Jo'ra, gazini bosing. Qaytmang. Qo'rqadi deb o'ylamang. Muhriddin Jo'ra qaydasiz? Yashang. Rahmat, so'z berganingiz uchun rahmat. Rais bog' qaydasiz? 90. Qaytmaydi. Rahmat sinfdoshlarga bo'lishi mumkin emas. Mana ajoyib sinfdoshlar nomidan dilsizxorlar bo'ldi.
Demak, davramizga Oydinoy opamizni taklif etamiz. Guldor opamiz bilan birgalikda albatta kelingizlar. Qizlari Saodatxon ajoyib nafaqat dilsig'irlar, to'yga to'yanasi bilan deganlardek sovg'alar ham borga o'xshaydi mana qizlari nomidan. Hozir Saodatxon e'lon qiladi. Hozir esa Oydinoy opamiz bir tabriklab qo'yadilar. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalo ushbu dargohga kelgan ukamning yaxshilik, baxtli kuniga sherik bo'lgan aziz qarindoshlar, do'styorlar, xush kelibsiz ukajonimning xonadoniga. Mana bugun bu yerda aziz ukamning aziz farzandi Mirzajonning baxtli kuniga siz bizni sherik qilib o'tiribdi ukam. Iloyim mana shu farzandi baxti bo'lsin. 10 taning o'rnini bossin. Iloyim mana shu kelinimiz, mana shu faqat yonboshli emas, G'allarol bo'yicha eng dono, eng oqila kelin bo'lishini xohlayman. Iloyim umrlari uzoq bo'lsin, uvali, juvali bo'lsin. Otajonining hamisha boshda ko'taradigan, jigarlarni hamisha hurmat qiladigan oqila insonlar bo'lsin. Mirzajon, otajoning mehri bilan topding sen kamol. Doimo shu insonning duosini ol. Vijdonli yigit bo'l, pok bo'l, halol bo'l. El yurting ishi uchun doim tayyor bo'l. Kelinjon, shu kelgan uyingdan baxtingni topgin. Jufting bilan hayotning lazzatini totgin. Jajji farzandlaring yetaklab yurgin. Umring uzoq bo'lsin, 100 yoshga kirgin. Azizlar, yana bir bor 2 yoshni tabriklayman. Endi mana shu to'kin dasturxonning asosiy sababchisi, zahmatkashi bo'lgan jigarim Toshpo'latjonning bugun 60 yoshga kirib qo'yibdi. Iloyim umri uzoq bo'lsin. Farzandlarining baxti kamolini ko'rib yashasin. Nimaiki orzu niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Dunyo charxpalagi aylanar ekan, odamzod umriga umr qo'shib, tong otib quyosh ham botaverar ekan, keksalik ham kelar ekan, eshiging qoqib. Kechagina yosh edik, g'o'r bola edik. Beg'ubor yoshlikda o'ynadik, kuldik. Bu davrning bebaho qaytmasligini yillar o'tib bugun qadrini bildik. Qarang, kechagina yurgan bu narg'ul yigit 60 yoshga ham kirib qo'yibdi. Umr oqar daryo deganlari rost, yarim asrdan ham oshib qo'yibdi. Ukajon, shu qutlug' kuning bilan qutlayman. Senga sog'lik hamda omad tilayman. Farzandlaringning baxtin ko'rgin, sog' omon yurgin, 100 yoshga kirgin. Tabriklayman ukajon. Iloyim umring uzoq bo'lsin. Sening hamisha yaxshilik kuniga sherik bo'lish menga ham nasib qilsin. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum azizlar. So'zimni kelin kuyovga bir nasihat she'r bilan boshlamoqchiman. Bu yerda qarasam, hamma uncha gap bilmaydiganlar yig'ilganga o'xshaydi. Mehmonlarni zeriktirib qo'ymaylik. Tabriklaymiz sizni bu kun 2 yosh. Mag'rur kuyov, suluv kelin qalam qosh. Hayotingiz yulduzdayin porlasin. Umid bilan bir yostiqqa qo'ygach bosh. Nasihatim sizga suluv kelinchak. Chopib xizmat qiling, bo'lmang sira erinchoq. Hurmat qiling qaynotani, qaynopa-yu qaynsingilni. Shunda sizga chin yurakdan barcha tutar gulchechak. Kuyov to'ra sizdan kichik iltimos, xafa qilmang kelinchakni beasos. Yaxshi yomon gaplarga siz ishonmang. Bu ish sizdek mard yigitga mos emas. Dasturxondan arimasin tuzingiz, el oldida yorug' bo'lsin yuzingiz. 10 ta desam, ukam xafa bo'lmasin, 10 dan oshsin o'g'il hamda qizingiz. Mirzabekjon, aylanay bo'ylaringdan xolang o'rgilsin. Baxt kuning muborak bo'lsin. Yoningdagi oyday suluv kelining bilan ilohim qo'shsha qari. Bir umrga o'g'il qizlaringning rohatini ko'rib yur. Dunyoga kelar ekanmiz, yashamoq, o'lmoq bor ekan. Mana ammamning o'g'li Toshpo'lat akam endi ukasining qizini kelin qilgan opam, Rona opamdi. Mana umri qisqa ekan,
mana olamdan o'tdi. Xudoga shukr. Mana qizlari, chiroyli qizlari qoldi, o'g'illar, nevaralar qoldi. Mana shu opamning ko'rmagan kunini siz ko'ring, ilohim. Shu bolalarga hamisha bosh bo'ling. Qizlar, jigarlarim, bir-birlaringga intiboq bo'linglar. Bir-biringning og'ir kuningda bir-biringga yelkadosh bo'linglar. Bir-biringning holingdan xabar olinglar. Og'ayni urug'da izlanglar. Mening sizlarga maslahatim. Toshpo'lat aka, mana 60 dan oshing, 70 ga yeting. 80 dan sakrab 90 bilan to'qnashing, 100 bilan yuzlashib, mana shu yerda 110 ga kirganingizda mana shunday hammamiz mana shunday dirkillab, o'ynab, kulib to'yingizni nishonlaylik. Hamma mana shu yerda o'tirgan qora ko'zlarning oilasiga yaxshi kunlar, mana shunday to'y, mana shunday tantanalar nasib qilsin. Bizning o'zbegimiz yig'inadi, terinadi, to'y qiladi. Hammaga shunday kunlar nasib qilsin. Xizmat qilish bizlarga ham nasib qilsin. Ilohim o'lmaylik, ko'raylik. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar. Mana bugun o'tirishimizning sababchilari dadajonim mana bugun 60 yoshini nishonlayotgan ekanmiz. Men dadajonimga uzoq umr, baxt, saodat, 100 yoshlarga kirib yurishini Allohdan so'rab qolaman. Ukajonim, men shu kelinimiz bilan baxtli bo'l, umring uzoq bo'lsin, qo'shganing bilan qo'sha qargin. Ey mehribon, muhtaram otam. Obod doim siz birla xonam, sizga doim sog'lik tilarman. Farzandingiz saodat men ham otam ham onam bo'ldingiz. Oqibatdan saboq berdingiz. Ne kunlarga bo'ldingiz guvoh. Alloh sizga bo'lsin-da panoh. Quvondingiz baxtimiz ko'rib, ko'zda yoshu gohida kulib, qanotimiz juft edilar, qayirdilar. Onajonimni bizdan ayirdilar. Taqdir ekan g'amdan ko'zlar yoshlandi. Hayotingizda og'ir kunlar boshlandi. Barcha og'ir kunga yelka tutdingiz. Biz uchun joningizni fido etdingiz. O'qitdingiz, o'rgatdingiz, odam etdingiz. Otalik burchini ado etdingiz. Bir umr sizga qilaman ta'zim. Ishoning otajon, dildan bu so'zim. Qilgan xizmatingiz yodda saqlayman. Farzandlik burchini men ham oqlayman. 60 yoshingiz bilan qutlayman. Sizga sog'lik hamda omad tilayman. Farzandlaringizning baxtini ko'ring. Sog' omon yuring, 100 yoshga ko'ring. Dadajonimga arzimagan sovg'am bor edi, men shuni tabriklashimga ijozat. Rahmat qizlari, saodat qizlari. Rahmat. Ajoyib. Buni har kun aytaman dadam. Alishibjon Borligingiz o'zi Alishibjon gapiryapti. Ukalari. Sizdan qaytadan dadam. Olib qolsam devorni mushtlab. Ko'zingizda yoshingiz ushlab. Yugurdingiz balolar izlab. Duo so'rab hammadan dadam. Shifo so'rab Allohdan dadam. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim. Mevali bog'im dadam, ey dadajonim. Dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Shermat, davraga tabrik. Endi rahmat. Mana yana sovg'a bor ekan, marhamat. Sovg'alar davom etadi. Mavjda yangamiz Tavla Ro'shanjon bilan. Rahmat. Jizzax viloyatida yashaydigan ajoyib insonlar. Rahmat.
Yana kimlar bor? Kenglar ey. O singillari. Voy singiljonlari tabriklayapti. Ertaroq keladi. Rahmat. Singiljonlar Dilfiza, Matlubajon. Aynan Zulayxa. Zarnigor. Ana. Rahmat. Yana kim bor? Kelingizlar ey. Rahmat. Nargiza. Endi kelin kuyov kelyapti ekan. Kelin kuyovning ham alohida sovg'alari bor ekan. Endi davrani kengroq olamiz azizlar. Davrani kengroq olamiz. Kelin kuyovlarimiz ajoyib sovg'alari bor ekanlar. Davramizga qudag'iyimiz Zulayxa onamizni taklif etamiz. Keling qudag'iy. Mana shu davramiz sababchisi bo'lgan Gulbahor oyining onalari hamda Oydin onamizni davraga taklif etamiz. Oydin ona. Keling kuyovlarimizning ajoyib sovg'asi bor ekanlar sizlarga. Zulayxa qudag'iy. Keling qudag'iy. Bugun mana shunday ajoyib kun. Oydin opa. Keling davraga kelib turasiz. Keling kuyovlar 1 minut hozir mana davramizni e'lon qilamiz. Davrani kengroq olasizlar. Men onalaringizni davraga chaqirib olay 1 minut. Keling Zulayxa ona keldimi? Qudag'iy. Qudag'iy keling marhamat qudag'iyimiz. Azizlar, inson dunyoga kelar ekan yaxshi niyatda yashaydi. Yaxshi ota-ona farzandi bo'lsam, yaxshi turmush o'rtoq bilan yashasam, yaxshi farzandlar dunyoga keltirib, ularning orzu niyat kamolini ko'rsam degan umtilish edi. Bugun mana shu onaxonlarimiz eng orzulari ushalib turgan kun. Oydin ona, sizga qiz muborak bo'lsin. Zulayxa ona, sizga o'g'il muborak bo'lsin. Yana yil Xudo xolasa nevaralar suyib, beshik to'ylar qilib berish Allohdan nasib etgan bo'lsin. Habibulla akamiz tomonidan ham sizlarni tabriklab qo'yamiz. Kelin-kuyovlarni ham tabriklab qo'yamiz. Habibulla akam tabriklaydilar. Endi davramiz sababchilari bo'lgan Mirzabekjon hamda Gulbahor oyining sizlarga sovg'asi bor. Mana shu sovg'ani qabul qilib olasizlar. Davrani kengroq olamiz azizlar. Marhamat. Kelin-kuyovlar marhamat. Çıksa. Gel. Çıksa. Bırak.
Hamma qarindoshlarning ichida Atağı bakar eken, yüzündeki kıpkızıl ayağına kepin ağır eken. İki qora ve heybet, kagillerin var eken. Yüzündeki düymeli cüft kuşan ağır eken. Kimni sever yar sen söyle bana ey peri. Bana bir bak bak, bana bir bak bak. Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Nasıl? Bana bir bak bak, bana bir bak bak. Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak. Hani kim huzuruna şu dam bergan bo'lsa? Qishing qora, soching qora, ko'zlaring qapqara, astaghfirullah endi bir qora. Qarabasa qarama, ayamasa ayama, lekin boshni qiraman. Qarabasa qarama, ayamasa ayama, lekin boshni qiraman. We've zaman gelsin hırsızlık Vay hırsızlık gözlerim yaman Gel we've zaman gelsin hırsızlık Vay hırsızlık gözlerim yaman Devam edemezsin.
rahmat. Sizlar uzr so'raymiz. Sovg'alar bor ekan. Ozgina mehmonlarimiz ruxsat so'ramay turib ketyaptilar. Mayli, shoshga mehmonlarimizga oq yo'l deymizda. Azizlar, davramizning qizg'in daqiqalarida qudalarimiz ajoyib bir-birlariga sarpolari bor ekanlar. Xonadon mezbonlari tomonidan to'yga to'yganasi bilan deganlaridek, Quda bova, keling, Gulbahor oyining dadalari Ortiqal akamizni Quda bova Baxmaldan tashrif buyurgan Quda bovamiz bugun eng xursandchilik kun. Keling Quda bova, parda ortida qolib ketyapsiz. Keling bir davramizga chiqib, bir mana video tasmamizda bir umrga bir esdalik uchun keling, mana bugun Toshpo'lat akamiz yoniga. Toshpo'lat aka o'zingiz ham keling albatta. Xonadon mezbonlari tomonidan sizga sovg'a bor ekan Quda bova. Hamda Akram akamizni ham davraga taklif etamiz. Akram aka, qayerdasiz? To'yimizga boshqash bo'lib turibdilar. Albatta Akram akamiz ota o'rinda ota bugun mana shu Toshpo'lat akamizga, shunday ekan Akram akamizga Toshpo'lat akamiz tomonidan ajoyib sovg'a bor. Hozir Ortiqal aka, Quda bova keling marhamat. Quda bovamiz tashrif buyurgancha Akram akamizga yopib turamiz. Mana Akram aka yuqorida bir chiroyli dilshod bildirdilar. Keling Akram aka, sizga mana Toshpo'lat akamiz tomonidan sovg'a. Akram aka sarpolarim bor bo'lsa marhamat. Mana aka-ukalar diydorlariga bugun to'y bahona diydorlashtirdilar. Quda bovamizni davraga chorlaymiz. Ortiqal aka, Quda bova keling marhamat. Endi Quda bovamiz tashrif buyurgancha Eshpo'lat aka bir ukangizni tabriklab turing marhamat. Mirzabek tabriklab turing. Xush kelibsizlar to'yxonamizga. To'yni qilgan shu aziz Nurxonamizga, baxt qushi qo'ngan bo'lsin uyxonamizga. Xush kelibsizlar to'yxonamizga. Azizlar, ilohim borku, shu yoshlar baxtli bo'lsin. Akam Toshpo'lat, ilohim borku, shularning huzurini ko'rsinda yaxshi niyatlar bilan yashaymiz hammamiz. Ilohim borku, har birimiz xonadonimizda ajoyib to'ylar nasib aylasin. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Mana shu insonlardek san'atkorlar hamisha san'atini bag'ishlab tursin-da. Shunday ekan, azizlar, bu hayot bu. Chiroyli dunyo bu. Shunday ekan, har birimizga ilohim borku, yomonlik nasib etmasin. Shu yoshlar baxtli bo'lsin. Shermamatjon, san'atingizga yana san'at. Rahmat Eshpo'lat aka. Sabinaxon tabriklaydilar akalarini. Mana Quda bovamiz davramizga tashrif buyurgancha Sabinaxon keling marhamat. Mana ajoyib tilla qizimiz she'rlari bilan. G'anisher akamiz farzandlari. Assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana o'tirishimizning sababchisi bo'lgan Mirzabek va akam va Gulbahoroy yangamlarning nikoh to'ylari munosabati bilan ularga baxt, saodat, uzoq umr va qo'sha-qo'sha farzandlar tilab, mana shu she'rim bilan muborakbod etaman. Bugun ulug' dargohda o'tiribmiz hammamiz. Ey do'stlar, bo'ling ogoh, sababchisi akamiz. Barcha omadingizda onangiz ruhi qo'llar. Baxtli bo'ling akajon, tilaydi ushbu dillar. Muborak bo'lsin yana otamning 60 yoshi. Yuzlarga kirib yuring, oilangizning siz boshi. Keling kuyov davrada, yuraklar zavqqa to'ldi. Opa, singil ammalar, qarindoshlar jam bo'ldi. Bugun shodlik tantana, qalbimiz zavqqa to'lsin. O'ynang, kuling davrada, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat.
Xudo bobomizga mana shu Ortiqal akamiz sovg'asini topshiramiz. Marhamat, sovg'alar muborak bo'lsin. Xudochiliklar muborak bo'lsin mana. Endi xudolar bitta o'ynab qo'yasizlar endi. Marhamat, Toshpo'lat aka. Xudo bu Anvarjon, marhamat. Ho! Eshik dansi. Yep. Qani xudo bo'ldi. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabutar maktubimni darrov borib yora yetir. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabutar maktubimni darrov borib yora yetir. Eshik. Dansa. Eshik. Bak. Uchraganga dardimni daston qilib aytmagin. Havo aynib qoldi deb yarim yo'ldan qaytmagin. Uchraganga dardimni daston qilib aytmagin. Yomg'ir yog'ib qoldi deb yarim yo'ldan qaytmagin. Sog'inganimni yozim, talpinaganimni yozim. O'ynayverib, kuylayverib, farqisiz ham zo'r osim. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabutar maktubimni darrov borib yora yetir. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabutar maktubimni darrov borib yora yetir. Armonlarga aylanmasin men oshning orzulari. Yuragimga muhrlangan shun oshning kulgulari. Armonlarga aylanmasin men oshning orzulari. Yuragimga muhrlangan shun oshning kulgulari. Davom etamiz mana. Yoshlarni so'raymiz albatta. To'yimizga egalik qilib turgan to'y komissiyasi, to'y egalari bor. Albatta biz ham mana shu to'y komissiyasi, to'y egalariga quloq solmasak bo'lmaydi. Qolaversa, kelin-kuyovlarimiz uchun hayotlari to'rtdek shirin, to'rtdek totuvli bo'lsin deb shirinlik, ya'ni tort yasatib kelingan. Kelin-kuyovlarimiz mana shu shirinlik Qutlug' bo'lsin to'ylari, kelinlik yom to'ylari. Qutlug' bo'lsin to'ylari, kelinlik
Yeşerme. Nasıl? Bugün olsun tamamsın. Sazı sazı yarışı. Bugün olsun tamamsın. Sazı sazı yarışı. Ayrılmasın kalanlar. Şu yine gün seni taş. Ve ayrılmasın kalanlar. Şu yine gün seni taşı. Sen zamanı süreyli dostlar oynan İsmail'i zamanı süreyli dostlar oynan İsmail'i Bahra sayı İsmail'i şi ya ki zamanı sayılı Mülkün dostlar bana dostlar Doğum olsun toylara Mirza Bekcan toylara Doğum olsun toylara Gülbahar ay toylara Limansın ihtiyaç Uyuna Senin taş Ulan limansın ihtiyaç Uyuna Senin taş Uyuna Senin taş Rahmat asizlar. Kelin-kuyovni davrasini kengroq olamiz. Kelin-kuyov davrasini kengroq olamiz. Albatta kelin-kuyovlarimiz uchun yasatilgan shirinlik, ya'ni tort bor. Marhamat kelin-kuyovlar, mana shu shirinlikni bir-birlaringizga taqdim etishdan avval to'y komissiyasi nomidan uzr so'rab turgan mehmonlarimiz bor ekanlar. Kelin-kuyovlarimizga bir chiroylar muborak sadosi ostida o'z go'shalariga kuzatib qo'ysak degan taklif va istaklar bo'lyapti. Shunday ekan, Akram akamizni hurmat va ehtirom bilan davramiz to'riga chorlaymiz. Akram aka, keling, bir chiroyli kelin-kuyovlarga o'zbekona urf-odatimizga ko'ra oq fotiha bersangizda, so'ngra kelin-kuyovlar uchun yasatilgan shirinlikni kelin-kuyovlarimiz bir-birlariga taqdim etib, o'z go'shalariga kuzatib qo'ysak. Akram aka, keling marhamat. Hurmatli og'aynilar, to'y saat shu 12dan 11da to'y boshlangan bo'lsa, shunday o'tirib tanavga o'tirganingizga katta rahmat. Endi mehmonlar albatta uzoq yaqindan kelgan mehmonlar bor. Shu sal to'yga endi yashasak, yoshlarga yasanam uylarga, bosin joylariga, hammamiz yasanam uylarga yetib boringizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi to'y yaxshi o'tdi deb izlayman. Amin. Hammamiz shu to'ylarga yetishib, yoshlar baxtli bo'lib o'ynashga ketamiz. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Demak, kelin-kuyovlarimiz uchun yasatilgan shirinlikni bir-birlariga taqdim etish tadbiriga navbatni beramiz. Marhamat. Dünya, ты моя алем, ведь с тобою так прекрасен алем. Ты моя дунья, ты моя алем, ведь с тобою так прекрасен алем. Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость. Вся планета, если тебя не станет, если тебя не будет, без тебя я сойду с ума. Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость.
To'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimiz izzat qilar ekansiz, baxtlilar tamam. To'ylar muborak bo'lsin. İdansa. To'ylar bari yar jani to'yxona bo'lsin sen burlacha Bakıyoruz. Gel görelim bize bu kadar. Hoş yenisini görgâni keldim. Sen birleden avrav sürgâni keldim. Vaktimen sufralar dünyaya gelsin devralasın sine yaşaray. Bakın Bakıyorsun, toylar var mısın? Toylar mı ben? Yar canım, toyxona bo'lsin, tandirla canım, yaray. Açın yüzüne ey süre kanım, açın yüzüne ey süre kanım. Oynasın yaşına sorman diye olanmış. Başlığıma bundure oyna ki oyna, başlığıma bundure oyna ki oyna, oyna ki oyna, bugün oyna oyna, oyna ki oyna, söyler mi var ki oyna, aşıklar